Ota-onang Moskvaning ko'chasida yoqda boqaman deb yuribdi, noinsofdi. Sen qiladigan ahmoqlik, sharmandagarchilikda bu. Umuman bir mas'uliyat, majburiyat, o'ylov degan narsa yo'qda. Sharmandada mana uni kelgan 1 oy bo'lgani yo'q. 18 ta, 16 ta, 20 ta topyapti. O'ynab topgani yo'q, o'qiyapti-da uyda. Sen odam bo'lmay ekansan. Senga javob. Bu narsalarni yig'ishtir sur, ko'zimga ko'rinma. Bo'ldi, xayrlashamiz ukajonim. Seni o'qitmayman men. Foydasi yo'q ekan. Insofing yo'q ekan, vijdoning yo'q ekan. Ota-onangning pulini havoga sovurib, umringni sovurib yuribsan. Senga javob. Ketaver, foydasi yo'q. Uyindagilarga telefon qilaman, bo'ldi, aytaman. Uyingga o'tirib bundan ko'ra uyindagilarga qarash. Hunar o'rgangan. Nima qilasan vaqtingni o'tkazib? Sanday bir ahmoq, vijdonsiz, bir noinsof shogird o'quvchilarni o'qitayotganimni achinayapman-da men. Bir ikkita temani o'qimay keluvding, to'g'rimi? Ikkita temani eplab o'qa olmading. Ha, o'qiyman ustoz degding. Senga javob. Bu. Foydasi yo'q ekan. Noinsof ekansanlar. Sanlar o'tirib ayoqda yarim kechasigacha test tuzib, chiqarib, men tilimga javob beryapman-ku, men lavzimga turyapman-ku. Test tuzyapman, oylik nazorat qilyapman, temamni o'tib beryapman, vazifamni ko'ryapman. Sanlar nimaga qila olmayapsanlar?